Kelinglar, xush kelibsizlar. Farzona, siz ishingizga qaror. Hijolat olmang aka. Shu oyoq kiyim yoqdimi aka? Bunisimi? Shimmi? Mana shimlar ham bor. Ko'ring-chi. Bu aka-ukalarga havas qilaman. Aka shu hisoblab berasiz-a? Bu aka-ukalarga 50% chegirmada hisoblab bering. Mayli aka. Xo'jayin, nimaga har safar shu aka-ukalar kelganda chegirmani boshlab o'rasiz? Sababi shuki, hozirgi ukalar akasi sog' bo'lib turib, xabar olmay qo'ydi. Akasi bor bo'lib turib, uyiga 4 ta olib kirmay qo'ydi. Lekin bu uka akasi nogiron bo'lsa ham har safar shu yerga olib kelib, kiyim olib beradi.